Assalomu alaykum, hurmatli diabetni davolash kanali muxlislari. Bugun Tenebit degan sahar tushiradigan dorini sizlarga o'tib beraman dars qilib. Oldindan aytaman, biz nechtadan ichish, qancha ichish yoki boshqa sahar doriga almashtirish bu doktorning ishi. Bizlar bu dorilarni qanaqa foydasi bor, qanchalik diabetni tuzatadi, qanaqa pochkalarga, oshqozonga, umumiy organizmga zararlari bor. Qachon bersa to'g'ri bo'ladi, qachon bersa noto'g'ri bo'ladi, shunaqa narsalarni o'tib beryapmiz. Bizlar reklama bilan shug'ullanmaymiz. Demak, kommentariyda "Men shu dorini ichaman, yaxshiman" deb yozsa to'g'ri, lekin qanchadan ichish kerak desa, buni doktoringiz hal qiladi. Har safargidek 30 sekund vaqtingizni olaman. Bitta intervyu ko'rsataman. Qaranglar, mana shu kasal endi yuzi yopilgan, o'zi iltimos qilgani uchun, ba'zi bir kasallarimiz iltimos qilgani uchun yuzi ochiq qoladi, bo'lmasam yopiq bo'ladi. O'tgan yili iyul oyida diabet bo'lib qolgan. Noyabrda keldilar. Tuzalib ketganlar. Misol uchun boshqa kasallardan farqi bu kasal 45 kilo bo'lgan. 45 kilo. Ya'ni diabet har doim ham semirgandan kelib chiqmaydi. Odamni 10-12 kilo yog'i, ayol kishi haqida gaplashyapmiz. 20 kilo go'shi, misol uchun 6-7 kilo suyagi, 6-7 kilo ichak chavog'i bo'ladi. Xo'p, endi muskulni kamayishi ham diabetga olib keladi. Chunki shakarni yeydigan narsa bu muskul. Misol uchun suyagingizga shakar kerak emas. Teriga shakar kerak emas. Ular uni ko'p miqdorda iste'mol qilmaydi. Ishlaydigan a'zolar, misol uchun yurak, miya ham ishlaydigan a'zo hisoblanadi. Ichki a'zolar, ayniqsa muskullarga harakat paytida ko'p miqdorda shakar kerak. Agar glyukoza kerak, qondagi glyukozani hazm qilib, o'zlashtirib sarflaydi. Sizni muskulingiz kamaysa, siz diabet bo'lib qolasiz. Chunki yegan shakaringizni ketadigan joyi bo'lmaydi. Mana 45 kilolik bemor. Xo'p, bu bemorni odatda boshqa doktorlar insulinga o'tkazib yuborishadi. Bu kasalimiz hozir tuzalgan. Endi juda ozib ketganlarni davolaymiz, insulindan olmasdan davolaymiz demoqchi emasman. Kasallikni ba'zi bir holatlarda yaxshilab tekshirsa, uni sababini topsa, muskuli kamligi, lekin oshqozon osti bezi ishlab turganini bilsa, uni davolasa bo'ladi. Mana qaranglar, misol uchun noyabrda kelgan bo'lsa, hozirgi sahirini yetadi. Men shu kasallikka batamom qutulib ketadi deb o'ylayman. Hozirgi vaqtda meni sahirim 4, 5, 5,5, 5-6 shu atrofida. Bundan yoqqa ko'tarilgan yo'q. Agar 10 kilogramm muskul yo'qotganman, ana shu muskulni yig'sam juda tezlik bilan tuzalaman. Xo'p. Kelganlarda Amarilni 4dan 1 qismini yozib bergandik. Buni darsini ham o'tib beraman. Hozir endi ancha bo'ldi gaplashmaganimga, balki o'sha tuzalib ketgandirlar, Amarilni to'xtatgandirlar, lekin muskulni kuchini kamayishi va muskulni o'zini hajmini, massasini kamayishi diabetga olib keladi. Shuni ham esingizda tursin. Muskulni kamayishini sabab jismoniy mashqlarni, jismoniy mehnatni yetmasligi va muskulni normada ushlab turadigan gormonlar, jinsiy gormonlar, insulin gormoni, somatotropniy o'sish gormoni va boshqa biza harakat paytida paydo bo'ladigan miyakin degan gormonlarni yetishmovchiligi sabab bo'ladi. Mana shularni davolab tuzatsa bo'ladi. Xo'p, Tenebit dorimizga qaytamiz. Sarkopeniya, o'sha muskulni yetishmovchiligini davolash uchun fitness mashqlari qilish kerak bo'ladi. Uyda yoki fitness zalga borib. Bilasizlar, bizada fitness marafon bor. 1 kilolik gantel bilan qo'lingizga bunaqa mashqlarni qiling, oyog'ingizga bunaqa mashqlarni qiling, yelkaga bunaqa mashqlarni qiling. Agar kim zalga borishga sharoiti bo'lmasa, tizzalab turib отжимание qiling yoki o'tirib turing, necha marta o'tirib turish, necha minut dam olish, hamma mashqlarni va bundan tashqari 2 oyga 60 xil ovqat, 60 xil emas, 3 mahal ovqatda, 60 kunga 3 mahal ovqat, 180 xil ovqat ekan. Xo'p, 3 mahal salatlarni o'rgatilgan marafonimiz bor. O'zi vobshe hozir 5 ta kanalni bitta qilib qo'yganman, shuni bittasi marafon.
Kim agar shu narsaga qo'shilmoqchi bo'lsa, muskullarini normaga keltirmoqchi bo'lsa, Telegram orqali murojaat qilinglar. Mana shu meni Telegramim. Mana shu kompyuterga ulangan. Telefon qilganning foydasi yo'q. Telegramdan yozing, marafonga qo'shilaman deng. Menyu bor, ovqat bor, salat bor, retseptlar bor, shirinliklar bor, mashqlar bor, hamma narsa, chat bor, kuratorlar bor, sizni nazorat qiladigan. Xullas, kerak bo'lsa qo'shilasizlar, biz o'zimizni sahr dorimizga qaytamiz. Tenebit. O'zbekistonda bu dori kam ishlatiladi, lekin atrofimizdagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonlarda ko'p ishlatiladi. Men sizlarga Siglip 50 degan dori o'tib berganman. Mana shu Siglip 50 ga o'xshagan, lekin undan kuchliroq dori bu. Bu o'sha inhibitor DPP4 degan gruppaga kiradi. Buni sizni boshingizni qotirmayman, qanchalik foydaliligini aytib bermoqchiman. Xo'p. Buni bir mahal ichirganda tekshiruv qilingan 2019-yilda diabetni davolash jurnali bor, Diabetes Care deb nomlanadi. 2019-yilda 10 ta maqolani birlashtirib, bitta meta-analiz qilib xulosa qilingan. Xo'p, 2119 ta odamga, 2000 tadan ko'p, 2100 tadan ko'p odamga ichirishgan. 12 haftadan 24 haftaga ichirishgan. Shunda glikerlangan gemoglobinni 0,7% dan 1% gacha tushirdi. Xo'p, misol uchun hozir boshqa dorilar bilan qanchalik ular bilan yaxshiligini boshqa dorilar bilan ham solishtirib tushuntirib beraman. Yana bitta ikkita maqolalarni o'rganganimizdan keyin. Misol uchun oddiy o'sha Siglip tarkibida sitagliptin saqlovchi birinchi o'tgan darsimizdagi dori bilan solishtirganda Siglip 0,5% dan 0,7% gacha tushirgandi glikerlangan gemoglobinni. Glikerlangan gemoglobin bizani o'zimizni xalq tilida 3 oylik sahr deyiladi. 3 oylik glikemiya. Shunga qarab biz sizni oxirgi 3 oy paytida necha sahrda yurganingizni bilib olamiz. Bu dorilar o'sha glikerlangan gemoglobinni qanchalik ko'p tushirsa, shunchalik samarali, foydali hisoblanadi. Demak, Siglip 0,5-0,7% ga tushirsa, Tenebit 0,7-1% ga tushiribdi. Ozgina kuchliroq ekan. Xo'p. Yana bitta tekshiruv o'tkazilgan 2013-yilda 324 ta bemor 12 hafta ichganida glikerlangan gemoglobinni 0,9% ga, demak, deyarli 1% ga tushirgan. Endi siz glikerlangan gemoglobinni biza tushirmaymiz, sahri qanchaga tushiradi deb so'rasanglar, 1,5 ta, 1,4 mmol/ga tushirgan. Misol uchun 7,4 yursa agar odam uni 6 ga tushirgan yoki 10,4 sahrda yursa 9 gacha tushirgan. Qo'pol qilib aytaylik, sahrni 1,5 taga tushirar ekan. Agar sahringiz 17 bo'lsa, uni 15,5 ga tushirishi bu samarali emas. Lekin hozir kimga berilishini o'rgataman. Buni unchalik og'ir bo'lmagan diabet bemorlarga beriladi. 7,5 yurgan bo'lsa 6 ga tushirib bersa, mayli, de xanna normaga tushirgan bo'ladi. Xo'p, boshqa dorilar bilan solishtirsak, metformin, men sizlarga glukofaj, siafor degan dorilarni o'tib berdim. Metformin, glukofajlarni bittadan 2 mahal ichsa, glikerlangan gemoglobinni 1-1,5% ga tushiradi. Demak, siaforlardan kuchli emas ekan, glukofajlardan kuchli emas ekan. Xo'p, Sitamet degan dori o'tib berdim. Kim ko'rgan bo'lsa, 1,5-2% ga glikerlangan gemoglobinni tushiradi. Demak, Sitametdan bu Tenebit 2 marta kuchsiz ekan, lekin Sitamet hammaga ham mumkin emas. Uni tarkibida metformin bor. Endi dieta qilib, sport qilib, glikerlangan gemoglobinni 2% dan 3% gacha tushirsa bo'ladi. Eng katta natijasini olgan taqdirda ham 1% ga tushiradi deb hisoblasak, sport bilan dieta 300% ga kuchli. Tenebit ichgandan ko'ra to'g'ri dieta qilish, to'g'ri sport qilish 200-300% samarali. Endi Tenebit ham ichsangiz, dieta ham qilsangiz, sport ham ichsangiz, 400% sport ham qilsangiz, ichsangiz devoraman. 400% gacha samaraga erishishingiz mumkin. Asosiy narsa dieta bilan sport. O'sha dieta bilan sport qilishni, to'g'ri qilishni o'rgatadigan, yurishni ham, fitness mashqlarini ham o'rgatadigan o'sha gruppamiz, bilasizlar, diabet maktabi, o'sha hamma narsa bitta joyda. Marafon ham, maktab ham, retsept ham hammasi bitta joyda. Kimdir a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, mana Telegramim. Hammasi bitta joyda. Qo'shilsam nima qilaman deb hayron bo'lmanglar. Yangi qo'shilganlar nima qilishini o'rgatadigan video qilib qo'yganman. Mana shu sizlarga tuzalish, diabetdan tuzalishinglar uchun nima kerak? Dieta kerakmi, retsept kerakmi, shirinlik kerakmi, sport kerakmi? Nima kerak bo'lsa, dabavkalar kerakmi, choylar kerakmi,
nima kerak, xayolingizga nima kelyapti, aytinglar, hamma narsa bor shu maktab gruppalarida, chatda bor. Savol javob kerakmi? O'zingizlar o'zingizlar diabetdan tuzala olmaysizlar, qo'shilib olish kerak. Xo'p, agar nimanidir qilmagan bo'lsam, aytsanglar qilib beraman. Ozdirish haqida. Tenebit unchalik ham ozdirmaydi. Buni 3 oy ichirganda 300 grammgina ozdiradi. Demak, kimga bersak bo'lar ekan? Unchalik ham diabeti og'ir bo'lmagan bemorlarga, unchalik ham ozdirish kerak emas, o'zi ozg'in bemorlarga, yoshi kattalarga berish mumkin ekan. Misol uchun, qari odamlar bo'ladi-da, saxrini kuchli ichirib yuborsangiz zarar bo'ladi. Xo'p, keyin buni pochkasi atkaz qilganda ishlatsa bo'ladi. Endi pochka atkaz qilgan degani o'sha diabet nefropatiyasi holatida ishlatsa bo'ladi. Demak, unchalik ham semiz bo'lmagan, unchalik ham ozdirish shart bo'lmagan, saxirlari unchalik baland bo'lmagan, yana buyraklari shikastlangan bemorlarga berishar ekan. Buni doktorlar hal qiladi. Sizlar o'z boshimchalik bilan ichmanglar. Yurakga bezarar hisoblanadi. Infarkt, insult, zararli yurakga ta'sir qiladigan asoratlarga olib kelmaydi. Pochkaga bezarar hisoblanadi. Ichgan odamlarni 3% da oshqozon ichaklarida ozgina bezovtalik, 5% gacha aksirish, tumov belgilari, 5% gacha ozgina bosh og'riq belgilari o'tadi. Ya'ni bezarar, zararli nojo'ya ta'sirlari kuchli bo'lmagan dori hisoblanadi. Xo'p. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tenebit pochkaga zarar ekan desa ishonmanglar, jigarga zarar ekan desa ishonmanglar, yana boshqa narsa yurakni tamom qilar ekan desa ishonmanglar. Qanchadan yozishi doktoringiz o'zi biladi. Meni taklifim, dietani 100% qilasiz, sportni 100% qilasiz. Bilsangiz o'zingiz qiling, bilmasangiz gruppamizga qo'shilib qiling. Saxiringiz 5 ga tushsa tenebitni yarimta qilasiz. Yana 5 ga tushsa 4 dan birini ichasiz. Yana 5 ga tushsa to'xtatasiz. Demak, agar zo'r dieta sport qilganingizga tuzalib ketsangiz, saxir dorini kamaytirib to'xtatasiz. 1000 dietani zo'r qilsangiz, 1000 sportni zo'r qilsangiz ham tuzalmasangiz, demak kuchli gormonal o'zgarishlar bo'lyapti. Endi buni tekshirib davolash kerak bo'ladi. Xo'p, endi videoni shu joyda tugatmaymiz, chunki juda ham ko'p savollar kelgan ekan. Ozgina savollarga ham javob berib ketaman. Men maqtaganlarni, duo qilganlarni o'qimaymiz. Oldindan rahmat. Bana saxirim 808, boshim aylanib yura olmayapman. Nima qilish kerak? 808 emas, 18 saxirga ham o'zi odatda bosh aylanmaydi. Siz davleningizni o'lchang. Past bo'lsa, baland bo'lsa kardiologga borasiz. Endi davleniya normada bo'lsa-yu, sizni boshingiz aylanayotgan bo'lsa nevropatologga borasiz. Xo'p, adres qayerda debsizlar? Adres Navoiy ko'chasi 21-uy. Bu Toshkentda bu. Men bu Telegramdan adres yoki lokatsiya tashab bering desangiz tashab beramiz. Xo'p, adres bering, bormoqchiman. Xo'p, demak seriozniy-ku bu yog'i. Kelmoqchilar ko'p ekan-ku. Xo'p, adresni ko'rsataman. Mana. O'rtoqlar, mana shu yerda yozilgan. Toshkent, Shayxontohur tumani, Navoiy ko'chasi 21-b uy. Navoiy ko'cha 21B desanglar yoki mana bunaqa lotinchalab Level Med klinika deb yozsanglar, chiqadi adres. Kelaverasizlar. Ertalab 8 ga kelinglar. O'rtoqlar, 9-10 dan kech qoldinglarmi? Kelmanglar. Dam olinglar, ertalab 8 ga yetib kelinglar. Biza ertalab bemorlarga analiz yozamiz, topshirishadi. Kechki payt deyman. 11 dan keyin laboratoriya analizi olmaydi. 11 dan keyin kelib ovora bo'lmaydi. Eshigimni ham ochmayman. Konsultatsiyaga bo'lsa mayli-yu, lekin analiz topshirishga, tekshiruvga 11 dan keyin kelib bo'lmaydi. Ertalab 8 ga kelinglar. Xo'p, adres bering, bormoqchiman deb sizni savolingizga javob berdim. Xo'p. Bir 10 tacha savolga javob beraylik. Olma mumkinmi? Olma mumkin emas. Olmada 10 gramdan ko'p, odatda 11 gram, 10,5 gram shakar bo'ladi. Bu Coca-Cola, Pepsi'lar bilan teng, Fanta, Sprite'lar bilan teng. Olmani juda ham ko'p shakar saqlovchi sortlari ham bor. Hattoki yashil olma mumkinmi degan videoyimni ko'rsangiz, o'shanda ham 10 gramga yaqin shakar bo'ladi. Qora non mumkin deyishadi-yu debdi. Endi qora mushu yo'lini kesib o'tsa, orqaga qaytib 7 qadam qaytish kerak deyishadi. Sumaleni toshini cho'ntagiga solib yursa 5 bahoga o'qiydi deyishadi. Kemaga ayol chiqsa cho'kib ketadi deyishadi. Deyishadilar ko'p.
Endi o'zingiz tanlang-da, xohlaganingizni aytganini qiling. Biz sizlarga majbur qila olmaymiz. Men faqat sizlarni ogohlantira olaman. Majbur qila olmayman. Xohlasangiz qiling, xohlasangiz qilmang. Yulduz aka ismingiz, bitta yulduz bor, bitta yulduz yo'q, hech narsa qilmaydi. Xo'p. 13 yildan beri sahrim bor debdilar yulduz. Endi o'sha pochka отказ qiladigan, ko'z ko'r bo'ladigan, oyoq kesiladigan paytlarga kelib qopti. Qora non yemang yulduz. Ko'p yursa yurakka ta'siri bormi? Bor. Foydali ta'siri bor. Yuragingiz baquvvat bo'ladi. Zo'r bo'ladi, sog'lom bo'ladi. O'rik yesa bo'ladimi? O'rik yesa bo'lmaydi. O'rikda ham 10 grammcha shakar bo'ladi. Sortiga qarab o'zgaradi. Sitamet zo'r dori, men ham ichaman. Endi dorini doktor yozadi. O'rtoqlar, men sizlarga uni foydalarini, qaysi dori yaxshiroq, qaysi birini zararli ta'sirlari kuchli, qaysi birini zarari kuchli emas, ko'chada aytgan deyishadilarga, misol uchun pochkaga zarar, jigarga zarar degan rostdan ham shu gaplari zararmi yoki zarar emasmi, shu narsalarni o'rgatyapman. Xo'p, kechqurun 5-6 marta ham hojatga chiqaman, lekin chanqamayman. Glikerlangan gemoglobin topshirsam 5 chiqdi. Ko'p och qolaman. Och qolsam titrab ketaman. Ochlikka chidamayman. Sababini bilolmadim. Siz boshqa klinikada och qoringa va to'q qoringa sahr topshiring, siydik topshiring, glikerlangan gemoglobin topshiring. Bundan tashqari insulin gormonini topshiring. Hamma narsa zo'r chiqsa ham, insulin gormoni baland bo'lsa, mana shunaqa och bo'lsa titrab ketadi. Xuddi diabetdagi dieta qilib davolaniladi. Vesim 140 kilo debdilar. Sahrim 9 debdilar. Jirni yo'qotolmayapman, nima qilay? Sport yo'q debdilar. Sport qilmagan odam bilan gaplashmaymiz. Allanazar Xatamov borib, oshqozon ichi chavolaringizni operatsiya qildirib keling. 2 qoshiq ovqat yeydigan qilib qo'ysin. Undan ko'p ovqat yesa qusib beradigan qilib qo'ysin. Bemalol borib, oshqozoningizni bir 99% ni oldirib tashlayvering. Sport qilmagan odam bu 1 yilda o'lib ketasiz. Bu 1 yil yotib qolgan odam o'lib ketish xavfi juda yuqori bo'ladi. Endi yotib qolmagandirsiz, lekin sport qilmayapsiz. Buni prost takka o'lib ketadi bunaqa odam. Agar sport qila olmasangiz, borib oshqozoningizni kestirib tashlang. Ichagingizni ham. Tarvuz mumkinmi? Mumkin emas. Tarvuzda 7-8 gram shakar bo'ladi, 100 gramida. Yarmi fruktoza bo'ladi. Mumkin emas. Tarvuz yeb bo'lmaydi. Sikoriy haqida gapiring. Ko'p marta gapirganman. Rossa ham foydali, sahrni ham tushiradi. Ichinglar. Xo'p, yetadi. Shuncha savolga javob berdik. Keyingi safar ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.